3. Bab. Sen e'tiqodchilarga shuni eslatib turginki, ular hukumat va hukumat amaldorlariga bo'ysunsin. Ularning so'zini anglab, har qanday yaxshi amallarni qilishga tayyor tutsin. E'tiqodchilar hech kimga tuhmat qilmasin, jidalxo'r bo'lmasin, aksicha xushbeyil bo'lsin. Har qanday kishi bilan muomala qilganda haqiqiy kamtarligini ko'rsatsin. Chunki bir chaqlarda bizmu nodon edik. Bizmu Xudoga bo'ysunmaydigan, ozdirilgan, har xil orzu-havaslarning quli bo'lgan, yomonlik va hasadxo'rlik ichida yashagan, bir-birimizga o'chman kishilar edik. Lekin qutqizg'uchimiz Xudo insonlarga bo'lgan mehribonligi va muhabbatini ochiq ayon qildi. Biz yaxshi amallar bilan emas, balki uning rahim shafqatidan qutqizildik. Xudo bizning gunohlarimizni yuyib, muqaddas ruh orqali bizni qaytadan to'raldirib, yangi hayotga erishtirish bilan bizni qutqizdi. Qutqizg'uchimiz Ayso Masih orqali Xudo kengchilik bilan muqaddas ruhni qalbimizga to'kdi. Buning bilan biz Xudoning mehr shafqatidan haqqoniy odam deb jakorlanib, mangulik hayotga erishish umidiga ega bo'ldik. Bu so'zlarim haqdir. Ularni taklifingni umid qilaman. Shunda qilganingda Xudoga e'tiqod qilganlar o'zlarini doim tirishchanlik bilan yaxshi amallarni qilishga beg'ishlaydi. Bu ta'limlar insonlar uchun yaxshi ham foydalidir. Ahmiqona talash tortishlar, nasab nomlar to'g'risida quruq gap so'zlar va Tavrat qonuni bilan munosabatlik jidal majralardan saqlan. Chunki bu ishlar foydasiz va ahamiyatsizdir. Shundoq ishlarni qilib, e'tiqodchilar orasida guruhvozlik paydo qiluvchilarni ogohlantir. Bir ikki qatimlik ogohlantirishdan keyin yana guruhvozlik qilsa, ular bilan bo'lgan munosabatingni uz. Bundaq odamlarning haqiqatdan chatnigan, gunohkor odamlar ekanligi aniqdir. Ularning qilgan gunohlari o'zlarini jazoga mahkum qiladi. Artemasni yoki Tikikusni qishinga avatmoqchi bo'layotman. Qaysi biri qishinga bormasin, mumkin qadar Nikopolis shahriga tezroq kelgin. Chunki u yerda qishlamoqchiman. Qonunshunos Zinos bilan Apollosning safriga imkon qadar yordamda bo'lgin. Ularning kam kutlari bo'lsa, hal qilib bergin. E'tiqodchi qarindoshlarimiz hojatmanlarga yordam qilib, o'zlarini yaxshi amallarni qilishga beg'ishlashni o'rgansin. Shundoq bo'lganda, ularning hayoti mevasiz bo'lmaydi. Yenimdikilarning hammasidan sana salom. Krit oraldiki bizni so'ydigan e'tiqodchilarga salom et. Xudoning mehr shafqati hammanglarga yor bo'lg'ay.